Akam ular chaqirib qo'ylar bir ko'rib olishdi. Ha, chaqirib qo'ylar. Kepayimiz ketdi mana. Bu yormami bu aka? Ha. O'zimiz Drabrikada chiqqan yorma. Yana ichki uyda bu 20 kilodan ko'paydi. Bitta qop. Yorma bilasizlar, qattiq og'ir bo'ladi. O'zini qani, mana boshqa 200 talik boshqada solyapti. Vo, ana. Yo'lini topdik. O't solishdi ham. Xo'p, akalar, bitta mahsulotni ko'rsatib o'tyapmiz. Silioslarimiz mana tashlangan. Xo'p, mana yana ketyapti. Yana bir mahsulotimiz ketyapti, sho'rxamiz. Sho'rxa mana. Ya bismillahirrohmanirrohim. Deydi chiqsa xolos bu hammasi. Hali yarim ham bo'lmabdi. Mashina qiyinchiliklar bilan yutyapmiz. Shalkalamiz like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa bu 1 tonnalik. 1 tonnalik akalar. Kimga agar 1 tonnalik zakaz qilishsa yoki bizga aloqaga chiqsalar, pastda nomerlar qoldiramiz. Hadi yutaman bo'lyapti-yu. Xudo xolasa 1 tonnalik akalar. Mana taqir bilan qop topdim. Yana shuncha narsa olib kelayotgan ekan. Yana shuncha narsa olib kelayotgan ular. Meni ko'mildi. Hozir bir 8 ta pris ketdi. 4 ta beda pris. Bunta sonliga selosmi? 8 ta somon, 4 ta beda pris. Hop, silioslarimiz turibdi hali. Silios jamini sanab o'tamiz. Yana bir 16 ta, bir 20 taga yaqin edi. Sanab o'tamiz akalar. Xudo xolasa. Ana shuni berib yuboringlar. Hop, suv quyish ham boshlandi. Yigirma ta tangimasligi uchun suv quyilyapti. Qani boshlandi. Buna qo'yishsa. Arayam qo'ydi. Tamam bo'ldi, tamam. O'chirib soling, bak nima? Boshi bo'ldi. Ana to'g'ri chiqib o'raysin. Bering menga. Ne aralashishi. Ichida bu joyi yem qo'yganda yemni shu qoplashiga qo'yib olgani, bu ustiga chiqqani bas. Qoplashiga qo'yib, prislashiga qo'yib ipini yechib to'kkani. Hamma tarafdan aralashtiryapti mana.
Bu tarafida jinni quyuq, hocha aralashsa aralashib ketadi.